Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan ishlaymiz. Bugungi videoda biz suv qilamiz. Mana shu yoqda suv qilaman. O'zgacha isloq qildim qishloqdan. Chopamiz. Chop. 4tagina 5ta 6ta chopildi. Mana 6 qo'yamiz. Yana bitta qishloq ham bo'lish kerak, mana bu yoqlarda. Buncha qishloqda yoki uyquman. Qani o'zi nasıl? Ha. Organik aman. Xitoy stok. Saktan bunday somondan 3 ta nondan mana bu, bundan mana bu, bundan ise pekas. Mana yok men videoni yoqaman toshlarni qazib qo'ysam. Do'stlar mana hammasini qilib bo'ldim. Mana hozir mana hammasini qilib bo'ldim. Mana to'shli narsalar ko'chingiz mumkin. Endi paydo bo'lib qoldim. Bam qilib. Va mana bu jitlardan narsalar sochish mumkin. Qani kelchi. Mana Zo'matgan köbeğe o'xshaydi kerak. Bu o'xshaydi. Yo'q. Men bu yoqdagi hamma vositalarni uxlataman. Hamma vositalarni. Endi reklama yeni guftanim afsuski shunga xafa bo'lmaslar. Men har doim yurtdan endi sizlarga yaxshi bo'lish uchun meni nengutni sirsoya qadamda harakat qilaman. Tamam. Bizda svet o'chgan, ammo video barchdan olaman. İnternetga qilaman. Videoni joylayman sizlar uchun. O'zi men video chiqarmasam mumkin edi. Ammo bitta odam yoki bitta kommentar yozib ket degan edim. Bitta kommentar yozibdi. Shunga xursand bo'ldim. Shunga sizlar ham kommentar yozib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'yinglar va like. Men vazani mana shu yoqda qilaman. Qaysi uyda qilar ekanman vazamni. Hozircha o'zimni uyim qurmayman, ammo bitta uyni egallab turaman. Senki o'zim shaxsiy o'zimni uyimni qilaman. Mana shu endi mening uyim birinchi qism. Mana shu bilan bo'lgaydi. Sizlarni zeriktirib qo'ydim. Afsuski, men bilan ham hozir ko'rasizlar ko'pini. Hozir men bu yoqqa mana bu pastga bitta ikkita, bu yoqqa bitta ikkita. Hozir hisob bo'ldim. Endi chestlar qo'yib nima qo'yishga va non chiqa. Endi nima qilamiz? Endi sundukka tavoq cho'pish kerak. Demak, bu yoqdan o'q taxtalarni chopamiz. Men uyni bezak qilganda videoni tugataman. Shunga hech nima bo'lmadi do'stlar. Zeriktirib qo'ymadim sizlarni shekilli. Ammo ben bilan video chiqaraman endi. Endi video chiqaraman. Shunga
Ko'proq obuna va like'lar bosib qo'yinglar. O'zim har vaqt shunday qilib qo'yam.